Çotki otizmasida to'g'onga keldi. GES vazifasini bajargan uchun, ya'ni elektr energiya ishlab chiqaradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Konstruksiyalar. Mana hozirgi vaqtinchalik to'g'onni qo'yishgan. Mana bitguncha. O'zi asosiy bu to'g'on balandligi mana bitta chizib qo'yilgan, eng baland joyi nuqtasi mana naryoqda chizib qo'ygan. O'sha yerdan mana bu yoqqa mana chizib qo'ygan joyicha bo'ladi. Mana tepadagi bu tunnel, tepada ham bor tunnel. Keyin mana tunnelga kirgan tepada yo'l bor ekan. Mana yo'l bor ekan. Kechgan to'xtatib mana shu tepada yo'qsiz bo'ladi. Kichkina to'g'on suv tagida qolib ketar ekan. Ish jadal ketyapti, zo'r. Boya yetib o'tganimda mana to'g'onning eng baland nuqtasi mana shu nuqta bo'ladi. Ana chizuvdan mana shu yergacha bo'ladi. Eng baland nuqtasi. Mana bu tunnel mana. Oxiri yo'q tunnel. Endi olaman. 10 nariqlarni oldim. 18 ni olaman.